Navbatdagi bemorimiz xurrak otish va apnoe sindromi bilan bizga murojaat qilganlar. Hozir o'zlaridan so'raymiz nima bezovta qilishini. Aka, nechanchi yilsiz? 1987-yil. 87-yil. Nima bezovta, nima qiynayapti? Asosan kechqurun xurrak otaman, nafas yetmaydi. Nafasim to'xtab qolganini his qilib, uyg'onib ketaman. O'sha uyg'ongan paytim nafas yetmay uyg'onib qolyapman-da kechasi. Uyquchalik ham bo'ladimi? 5-6 martagacha xuddi shunday bo'ladi. Kunduzi bilan keyin uyquga moyilligim oshib, uyquchanlik bilan yuraveraman. Tushunarli. Bemorimizni tekshirganmiz, sleep endoskopiya ham qilganmiz, sonografiya ham qilganmiz. Bemorimizda 1 soatda 62 tagacha nafas to'xtab qolishi bo'ladi. Saturatsiya ham 69 martagacha bo'ladi va bu saturatsiya 55 gacha tushib ketadi uyqu vaqtida. Undan tashqari markaziy apnoe ham bor. Bir kunda mana bir uyqu siklida 60 tagacha bemorimizda operatsiya mo'ljallaganmiz. Bemorimizda repozitsion faringoplastik operatsiyasi amalga oshiriladi. Shundan keyin xudo xolasa apnoeni ancha kamaytirishga erishamiz xudo xolasa, chunki apnoe juda ham xavfli sindrom hisoblanadi. Bemorimizda operatsion stolda hozir ko'rsatmoqchiman. Bemorimizda yumshoq tanglay, juda ham tonus pasaygan, tilcha juda ham kattalashgan, bodomcha bezida surunkali tanzilit bor, kattalashgan. Hozir bemorimizni repozitsion faringoplastika qilamiz, ya'ni birozgina tilchani kichkinalashtiramiz va yumshoq tanglayga ko'taramiz ularni. Operatsiyamiz tugadi. Bemorimizda ham bodomcha bezni olib tashladik, ham repozitsion faringoplastika qildik. Xudo xolasa bemorimiz xurrak otishdan va apnoe holatdan, ya'ni uyquda nafas to'xtab qolishidan qutuladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, qo'ng'iroq qilib maslahatim keling.